Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz obunachilarimiz, hammalaringiz sihat salomatlik so'ragan holatda bir voqea esimga kelib qoldi. Hozir bir joyda o'tirdik, savol javob bo'ladi. Men ham sizlarga ilindim. Men bir vaqtlar sanatoriyada dam olib yotganimda bir odam xonamga keldi. Kelib, "Domla, siz bilan bir ikki og'iz gaplashsam, yuragimni yozsam" dedi. U odam bizni respublikadan emas, boshqa joydan kelgan ekan. Gaplashib o'tirdik, boshqa qildikda, keyin aytdiki, "Men bir narsa juda qiyin edi, vijdonim qiynaladi. Siz mana endi ko'pchilikda bir amr ma'ruf qilib yurgan insonsiz. Hech o'zimni kechira olmayapman" deb yig'lavordi. Keyin javob berdim, boshqa qildim. Yupagandan keyin aytdiki, "Men o'zim oliy ma'lumotli edim, o'qigan edim, diplomim bor edi. Uylanganman, ikkita uchta bolam bor, ota-ona. Shunda men bozorga chiqib pirojka sotganman. Shu pirojka sotib yurib, bola chaqamni boqqanman. Keyin bir kun bir do'stim kelib aytdi-da, "Yur, bir joyda ish bor, uylarda rahbar odam ekan, uyda ishlab kelamiz. Ustuti joyi bor ekan, gulzorlari bor ekan, gullarini to'g'rilab, boshqa qilib, tagiga ozgina bir mineral o'g'it solib sug'orib kelar ekanmiz" dedi. "Ikkovimiz boraylik" dedi. Keldi. Xo'p dedim, bordik. Borib uylarda ishladik. Keyin hali odam asr paytlarida keldi. Birga ovqatlandik, choy ichib o'tirdik, biz bilan gaplashib o'tirdilar. Keyin shu so'roq savol suhbat asosida men bilan suhbatlashganda meni diplomim borligini, mutaxassis ekanligimni bilib, hujjatlaringizni olib ertaga mana bu manzilga boring deb manzilda aytdilar. Xursand bo'lib ketdim. Shunda ertasiga hujjatlarimni olib bordim. Men bilan suhbat o'tkazishib, o'sha kuni byuro chiqarishib, ertasidan men katta tashkilotda, ya'ni hisobchi, buxgalter bo'lib ishni boshladim. Yaxshigina oylik, hurmat, e'tibor. Shunday qilib 1 yil, 2 yil haligi odam menga shunaqangi mehribonlik bilan, otalarcha g'amxo'rlik bilan to'g'ri yo'l ko'rsatib, menga ko'p odamlar bilan tanishtirib, meni xullas yuksalishimga, inson bo'lishligimga sababchi bo'ldi shu odam. 2-3 yil o'tgandan keyin bir odam meni yo'ldan urib, "Bu odamni yo'qotishimiz kerak. Bu odam yaxshi odam emas" deb yomonlarsa, haligini gapiga men yonida yurganligim uchun o'sha boshliqda yonida bir ishonchli odami bo'lib qolgan edim. Keyin bu odamni tepasidan xotinboz, shunaqa, bunday, palon bo'lgan, shunga o'xshagan narsalarni aytib berdim. Meni nomimdan yozib, o'sha eng yuqori o'sha tashkilotimizni boshlig'iga bu odam to'g'risida negativ xatlarni haligi odam jo'natib turgan ekan. Oradan hech qancha vaqt o'tmadi. Birga yurdik, meni bilmaydi. Men o'zimni sadoqatli qilib ko'rsatganman deb yana yig'lab, munofiqlikni eng yuqorisiga chiqqan ekan. Men hozir o'ylasam, namoz o'qib, ibodat qilib, munofiqning 3 ta alomati hammasi menda borligini bildim deb yana yig'ladi. Bu odam ishdan ketdi deydi. Meni deydi, eng pastkash insonligim, qo'rqamanki, men shunaqa darajada xudbin odam ekanmanmi? Bir marta borib ahvolingiz qalay deb so'ramabman, xabar olmabman. Haligi odam ishdan ketgandan keyin meni yangi boshliqqa o'rinbosar qilib tayinlashdi.
man osmonlarda uchib yurgan ekanman. Yillar o'tdi, hamma narsa yakunlandi. Bugun dedi, chaqaga zorman. Ayolim o'tib ketdi. Bir o'g'lim Rossiyada shaxtada ishlardi. Shaxta bosib olib o'ligini ham olib chiqolmadik. Yana bir o'g'lim kasal bo'lib qoldi. Hozir bitta o'g'lim bilan turaman. Bu sanatoriyaga ham, sihatgohga ham mahalla jo'natdi meni. Nafasim qisadi, asma bo'lganman deb yig'lab boshidan o'tganlarni gapirib, meni atrofimni xorlik o'rab oldi. Kecha o'tirganimizda chayon qissasini aytib berdingiz. Shu meni yuragimni teshib yubordi. Domlak, o'sha odamni g'oyibona duo qiling, men amin deb turay. Shu joydan borsam albatta ho qabul qilsinlar, ho qabul qilmasinlar, eshigini tagiga borib yotib olib, qilgan ishimni, xatoyimni aytib yengillamasam, qiyomatda men dunyoda ham xor bo'lyapman, oxiratda ham albatta xorlik meni o'rab turibdi deb yig'ladi. Chayon bolalarini bola ochgandan keyin tepasiga ko'tarib yurarkanda, haligi ko'tarib yurganda chayon onasini go'shtini yeb, chayonlar onasini go'shtini yeb, o'zlari quvvatlanib, onasini o'ldirishib, hayot boshlashaverar ekan. Shunday odamlar borki, siz yelkangizni ko'tarasiz, lekin o'zingizni chaqadi. Mana bu voqea hammamizga ibrat bo'lishlik kerak. Alloh barchalarimizni yaxshilikni bilmaydigan, yaxshilikka tupuradigan inson bo'lib qolishdan panoh bersin. Kim o'zini nafsini tanisa, Allohni taniydi. Shayton nimaga la'natladi? O'zini tanimadi. Men dedi, olovdan yaratilganman. Sen yaratgan, turpoqdan yaratgan insonga sajda qilmayman deyordi. Ana shundan la'natlandi. İnson ham Allohga bandaman deb turib, Allohni tanimasa, qalb bilan, iymon bilan tanimasa, nafs bilan tanish deganda nafsini yenga olmasa, dunyo jilvalariga uchib, shu dunyoda 5 kunlik rohat farog'at uchun butun iymon e'tiqodini, g'ururini sotib xudbinlik qilganlarni holati inson suratidagi shaytonlar ekanligini esingizdan chiqarmang. Salomat bo'linglar.